Nimaga ayrim bolalar aqliy rivojlanishda o'z tengdoshlaridan orqada qolib ketadi? Bugun aynan shu mavzuda gaplashamiz. Ko'pchilik ota-onalar bolam 2 yoshda, lekin hali gapirmaydi yoki bog'chada tengdoshlariga nisbatan orqada qoladi. Rivojlanishda, o'sishda, undan tashqari boshqalar bilan muloqot qilishda hamda jismoniy faollikdan orqada qoladi deydi. Har doim ham bu kasallik emas, lekin aniq sabablarini bilishimiz ham kerak. Avvalo bir narsani tushunish kerak, har bitta bola individual rivojlanadi. Ya'ni bir xil bolalar 10 oylikda emaklashib boshlasa, bir xil bolalar esa 6 oylikda emaklashib boshlaydi. Ba'zi bolalar esa 1 yoshda yurishni boshlasa, ba'zilari esa 1,5 yoki 2 yoshda yuradi. Bu har doim ham kasallik degani emas. Lekin aqliy rivojlanishda orqada qolishni asosiy sabablarini sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu genetik faktorlar, ya'ni xromosoma o'zgarishlari yoki bolada miyaning tug'ma nuqsonlari. Undan tashqari har xil irsiy kasalliklar, ya'ni ota-onadan o'tuvchi kasalliklar hisoblanadi. Ikkinchisi esa homiladorlik va tug'ruq davridagi omillar, ya'ni bolaning miyasi ona qornidayoq paytida rivojlanishni boshlaydi. Ona homilador paytida har xil infeksiyalar, undan tashqari har xil kasalliklar natijasida bolada miyada rivojlanish nisbatan orqada qolishi ham mumkin. Har xil zararli odatlar ham aqliy rivojlanishdan orqada qolishga sabab bo'lishi mumkin. Shu ona homilador paytligida har xil dori vositalar, alkogolizm, undan tashqari sigaret chekishlar ham bunga misol bo'la oladi. Uchinchisi esa bu eshitish va ko'rish muammolari. Ayrim ota-onalar keladi, bolam gapirmayapti deydi. Lekin hech qachon shu eshitishini tekshirib ko'rishmagan, ya'ni lor ko'rigiga olib bormagan bo'ladi. Bola yaxshi eshitmagandan keyin unda nutq rivojlanishi ham orqada qolishi mumkin. Chunki eshitmagan bola qanaqa qilib sizlarga bu narsani qaytarib gapirib berishi mumkin. Shuning uchun farzandinglar bilan ko'proq shug'ullaninglar, ko'proq muloqot qilinglar. To'rtinchisi esa bu autizm spektri, ya'ni autizm kasalligi natijasida ham bola rivojlanishdan orqada qolishi mumkin. Asosan nutqiy rivojlanishda orqada qoladi, lekin aqliy rivojlanishda normada ham bo'lishi mumkin. Bolada asosan quyidagilarni ko'rishimiz mumkin. U hech qanday ismiga javob reaksiyasi bo'lmaydi, ya'ni ismi bilan chaqirsak, u atvet qaytarmaydi. Undan tashqari bola diqqatni jamlashga qiynaladi va takroran bir xil harakatlarni tez-tez bajaradi. Beshinchisi muhit va yetarli stimulli bo'lmasligi, ya'ni odam farzandi bilan ko'p muloqot qilmaydi. Shuning natijasida esa bolada shunaqa nutqdan orqada qolish kuzatilishi mumkin. Bunaqa narsalar kuzatilmasligi uchun birinchi navbatda bola bilan ko'proq muloqot qilish kerak, bolaga ertaklar o'qib berish kerak. Undan tashqari har xil interaktiv o'yinlar ham o'ynab turish kerak. Hozirgi kunda ko'p ota-onalar farzandiga gadjetlar, planshetlar, telefonlar berib qo'yadi. Telefon o'ynagan bolalarda nutqda kechikib qolish juda ham ko'p kuzatiladi, chunki telefondan ma'lumot keladi, uni farzandinglar ko'radi, lekin uni qaytara olmaydi. Ya'ni qaytarib telefonga gapirib bera olmaydi. Shuning natijasida esa unda nutq kechikishini ham kuzatishimiz mumkin. Oltinchisi esa sog'liq bilan bog'liq sabablar, har xil kasalliklar, nevrologik kasalliklar, undan tashqari organizmda ba'zi bir vitaminlarning yetishmovchiligi hamda endokrin tizimi kasalliklari, qalqonsimon bez kasalliklari ham bolani aqliy rivojlanishda orqada qoldirishi ham mumkin. Agar farzandingiz aqliy va jismoniy rivojlanishda tengdoshlaridan orqada qolayotganini ko'rayotgan bo'lsangiz, darhol shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Shifokor yozib bergan dori vositalarini va albatta vitaminlarni farzandingizga berishingizni maslahat beraman. Vitamin kompleks vitaminlari tarkibida farzandingiz o'sishi uchun hamma kerakli bo'lgan vitaminlar bor. Bular vitamin D, B6, B12 hamda temir preparatlarini ham ichiga kiradi. Xohlasangiz vitamin mahsulotidan olib berishingiz mumkin yoki shu tarkibli boshqa mahsulotdan ham olib berishingiz mumkin. Eng asosiysi farzandingiz sog'lig'iga bee'tibor bo'lmang. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta Vitamin YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa qiziqarli ma'lumotlarni berib borishda davom etamiz.